Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum hammaga. Qo'shko'pir avtomarketda hozir 2025-yil Cobalt'larimizdan почти qolmadi. 1 yo 2si bor. Agarda kimda Cobalt avtomobilini paketi bo'lsa, 2025-yil naqd pulga sotib olamiz. Hozir srochniy kerak bo'lib turibdi, 5-6 donasini naqd pulga sotib olamiz. Ana kelishmasak, sotib beradi. Tashak kessizlar ham bo'ladi yoki bo'lmasam kvartira boshqa mashina olib kessizlar ham bo'ladi. Farqi yo'q. O'ylaringizda bo'lsa o'zlarimiz ikkalamiz yoki bo'lmasam salonga to'lanishi kerak bo'lgan summalari bo'lsa, to'lab chiqarib olish kerak bo'lsa, o'zlarimiz to'lab chiqarib ham olaveramiz. Farqi yo'q. Sizlar xohlagan usulda bo'ladi. Endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz Rossiyada yoki bo'lmasam boshqa davlatlarda yozilib qo'ygan bo'ladi. Bu yerdan qo'li demaydi, ikkalisha yoki uyingda turgan bo'lsam, o'zlarimiz ikkalamiz pulini to'la desangizlar to'lab, mana shunday deb kelishaveramiz. Pastda nomerimiz bor. Bemalol shu nomerga bog'lanib turib, ma'lumot olib, pullarini o'zlaringiz kelishib olishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar. Sog', rahmat.